Dal davom etamiz. Bizda hozir общий xonani devoriga tegishli bo'lgan hammasi bitdi. Endi mebelga o'tamiz. Mebel deganda общий xonani furniturasi deydi, detallariga. Birinchi bo'lib, masalan, rasmimizni ochamiz. Bizda xonada nima detallar bor? Lustra, stol, kreslo yostiqlar, televizor, kitob, kartinka, lampochka, nima derdi buni? Torshер deydi. Torshер и parda bor. Birinchi bo'lib siz bilan eng osondan boshlaymiz. Nimaga? Shtobi birdaniga qiyin bo'lsa ham masalan og'irlik kelishi mumkin. Birinchidan ramka, keyin stol, mana bu nimasi ham yasaymiz? Palas ham masalan to'g'richa deyiladi-yu, lekin o'zini anaqasi bor, yo'l yo'rig'i bor, qanaqa to'g'ri yasashi. Demak, masalan, mana bu obyektga ham o'tiladi. Xo'p, birinchi bo'lib siz bilan kartinka izlashga oson, birinchi boshlanishga stolni olaylik. Tak, buning uchun biz perspektivaga o'tamiz. Tak, bu yerda ham ekranda ramkam yoqilgan, hozir o'chirib qo'ydim. Save frames, show save frames in active view. Yoqib qo'yish kerak. Bu bizda fonga qo'yib rasmni chizgandek, modeling qilgandek. Esda bor. Bizda ham bu kameralar ham bor edi, qo'yilganimiz, o'zim tomoniga qarab turganim. Bizga hozir mana bu mebel, yumshoq mebelga qarab turganini tanlashimiz kerak, ya'ni mana bunasini ushlab turib fonga qo'yish kerak. Okey. И seni bosib, tak, 3-kamerani tanlaymiz. 2-kamera ekan. F3 bosamiz, bizda anaqa narsa hosil bo'lyapti. Данный moment hozir bizda xona tak, nima desa bo'ladi? В принципе, F3 bosib ishlaymiz. Hozir mana shunaqa pozitsiyada qo'yilganki, agar bu gal hozir ozgina bilim kerak bo'ladi. Nimadan? Kamerani rasmga joylashishni bilishingiz kerak. Ya'ni siz darsni boshidan boshlaganingizda o'zingiz примерный объем oldingizda. To'g'rimi? Masalan, 3 ga 5 mi? Necha qildingiz? 4 ga 5. 4 ga 5 qildingizda, o'sha xonani o'zim ko'tardingiz, taxminan xonaga qo'yilishi uchun. Faqat bu yerda уже boshqacha ishlanadi. Sizga данный moment mana shu xonani men ishlayapman, lekin общий bitta rasmdan tashkil topgan mebellarni qanaqa qilib kopiyasini yasashligini bu yerda ko'rsatib berishim kerak. Razmeri bo'lsa, u zo'r, masalan, oldi yonini qo'yib maksda chiqarib olsa bo'ladi. Lekin model rasmi perspektivada turgan holatda razmeri yo'q, oldi orqa ko'rinishi yo'q. Просто bitta tomondan rasmi bor. O'sha qanaqa qilib yasalishini ko'rsatishim. Bu ancha сложныйroq razmeriga qarab ishlashdan. Lekin ozgina opit yig'ilgandan keyin общий massani, ya'ni hajmni sezishni boshlaysiz modelingda. Birinchi bo'lib buning uchun oddiyroq bo'lgani sababli mana bu stoldan boshlaymiz. Stol to'g'richadan iborat bo'lgani uchun bu yasash osonroq. Tak, bu yerda hozir данный moment muhim bo'layotgan narsa, eslab qolasiz. Kamera rasmga mos turishi kerak. Faqat har doim men interyer yasayotganda emas, hozir biz bu yerda mebel yasashni o'rganayotganimiz uchun xonani bu yerdan o'chirib turamiz. Boshqatdan sizga qanaqa qilib mebelni o'zi yasalishini ko'rsatmoqchiman. Tak, agar общий xonada mebel yasayotganda men bularni hisobga olish kerak. Ishlab chiqarayotganda. Buni unutmang. Endi hozir данный moment buni saqlanib qo'yamiz-da. Tak, perspektivaga o'tib. Tak, buni sal chetroq surib qo'yamiz. Photoshop ochamiz. Bizga hozir stolni yaqindan ko'rinishini olishimiz kerak. Photoshopga tashlaymiz.
qidirib oqamiz mana bu yerda ham bormikan, masalan boshqa pozitsiyadan ko'rinishi. В принципе, uzoq mana bu ham bor ekan. Mana bunisi bu ekan. Kadrni tak. Mana shuni o'zidan shiftni bosib turib o'zgartirmasdan nima deydi, hajmini-da. Shiftni bosayotganda bir xil razmerda kichrayadi. Iloji boricha shu stolni yaqinroq qilib, ekranda mana shu o'zida turishi kerak. Enterni bosamiz. Buni saqlanib qilamiz. JPEGda table deb. Tak. Max ochamiz. Qani stolimizni. Ushlab turib fonga o'tkazamiz. Okey. Mana bizda yaqindan bo'ldi. Bularga ahamiyat bermaymiz. Birinchi bo'lib qiladigan narsangiz hozir общий razmerda ishlamaymiz biz. U har xil razmer bo'lishi ham mumkin. Masalan, yasagan narsangiz xonadan katta bo'lib ketishi mumkin yoki kichkina bo'lib qolishi mumkin. Libo moment xonaga moslab olish mumkin. Xonani unutamizda pustoy joydan bitta plane chizamiz. Plane'ni hamma segmentini olib tashlaymiz, birga bir qilib. Bu rasm bilan men bu orientir, hozir bu bizda как orientir. В принципе, to'g'richa narsani o'zidan chiqaramiz-yu, lekin bu bizda как bu общий perspektivani aniqlashimiz uchun ishlash kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa горячий klavishalar. Perspektivani boshqarayotganda, masalan, orbitani boshqarish uchun alt bilan mishkani o'rtasini bosib ishlaysiz, to'g'rimi? Просто surish uchun mishkani o'rtasini o'zini bosasiz, roligini. Uzoq yaqin qilish uchun Ctrl Alt bilan mishkani o'rtasini bosib ishlaysiz. Mana shu narsada ozgina trenirovka bo'lishi kerak bo'ladi. Men alohida sizga ikkita dars beraman. Adashmasam yozib berdim, yo'qmi esimda yo'q ekan. O'tda polni qanaqa qilib mana shu narsani to'g'ri foydalanish batafsil tushuntirilganda. Tak, bu yerda hozir qilishingiz kerak bo'lgan narsa, o'sha darsni ko'rsangiz, bu bilan уже bog'lanish yaxshi bo'ladi. Bu yerda ikkita bergan darsingiz o'zi? Bizga bermadim ikkita darsni. Bu boshqa narsa. Yo'q, interfaysdan. Interfaysda yo'q u narsa. Tak. Bizda hozir qarang, bu yerda bilasiz, real hayotda ham masalan to'g'ri-to'g'richa bo'lsa ham, uni направленияsi perspektivaga qarab ketadi. Masalan, hozir obyektimiz mana bu to'g'richa bizda perspektivada. Rasman perspektivada. Lekin buni mana men bu tomoni bilan bu yoq tomoni qiyaligi to'g'ri kelmayapti. Bunga sabab kamera darsida, kamera qismida interfeys o'tganimda kamerani mana men bu uzoq yaqin emas, cho'zib olish, nima deydi, shirokouгольностьni boshqaradigan funksiya bor. То есть bu yerda hozir kamera joyida turibdi. Просто ko'rish захваты masalan kattaroq yoki kichkinaroq qilish mumkin. Masalan, odamning ko'zi ham odam yuzida joylashgan bilan adashmasam 180 gradusdan ko'proq zonani ko'radi. Masalan, bitta ko'zingizni o'zi ham tanlagandan keyin уже to'g'richa narsani ko'rmaydi-yu, atrofni ko'radi. Agar ko'zimizni захватini Alloh boshqacha qilib ingichkaroq qo'yganda biz yonimizni ko'ra olmasdik. Ya'ni o'zini radiusi bor, захваты. Bu nimaning hisobiga? Ko'zimizda anaqa bor, linza bor. Linzani dumaloqli qismi bor, bilasiz, sezgan bo'lsangiz. O'sha agar kattaroq bo'lsa, захватdan uj ko'payadi. Agar tekisroq bo'lsa, ploskiroq ko'ramiz. O'shaning uchun ham ploski emas, ham slishki mana cho'zolgan emas, o'rtacha qilib yaratilgan ko'zimizdan. O'shaning hisobidan bu yerda ham hozir shu narsa bo'lyapti. Ya'ni fotoapparat syomka qilinganda o'zini linzasini radiusi bor. Kimdir kattaroq radiusda syomka qilgan, kimdir tekisroq radiusda qilgan, o'sha paytda rasmdan biz primerni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun taxminan mana past qismdan bilsa bo'ladi. Pastda ko'proq perspektivani ko'ryapti yoki tekisroq ko'ryapti. Masalan, birinchi bo'lib siz bilan mana bu tomonni aniqlab olaylik. Agar bu degani, masalan, agar alt bosib orbitani boshqarsak, sal kattaroq qilamiz. Masalan, bu tomon
uchi bilan bu yog'ini uchini to'g'riladi deydi. To'g'rimi? Lekin bu yoqqa ketmayapti. Qiya bo'lib ketyapti. Значит, biz mana bu ugulni tekisroq qilishimiz kerak bo'ladi. Sababi masalan uzoqroq qilaman. Mana уже to'g'rilandi masalan. Men bu narsani yaqinlashtirganim sababli shu shirokouгольникni zonani shirokouгольник zonani ingichkaroq qildim, kichraytirdim. O'shaning hisobiga bu yerda hozir perspektiva to'g'ri kelyapti. To'g'ri shekil bu. Hozir biz chizganimiz kvadrat-ku. Kvadrat Bu kvadrat emas bu. Bu прямоугольник. Farqini bilasizlar? Прямоугольник to'g'ri burchak. U cho'zilgan bo'lishi ham mumkin, ingichka bo'lishi ham mumkin. Hozir kvadratni o'shanga to'g'rilaysiz, to'g'ri? Bu menda kvadrat emas bu. Kvadrat emas. Bu menda albomni varroq gazeta. Так, данный момент hozir uni yaqinroq qilib keltiraman. Taxminan o'zi почти bir xil to'shin chizgan ekanman. Teparog'iga o'tkazsam yamni bilsa bo'ladi. Bu yerda masalan o'sha tepada 4 ta burchak ko'rinyapti-da, pastda ana 3-burchak ko'rinmayapti. Aniqlash qiyinroq bo'lyapti. Buning uchun masalan sal bu yoqni sursam, tak, ozgina perspektivani yana boshqarish kerak bo'lar ekan. Uzoqlashtiraman ozgina. Sal o'zini yaqinlashtiraman. Sal uzoqlashtiraman qiyaligini. Ozgina tekstli ko'payib ketibdi-da, zonasi slishing yaqin bo'lib qolgan. Mana burchaklar почти to'g'rilandi. Faqat men bu stolim kaltaroq eniga kaltaroq bo'lib qo'ygan ekan. Buni ozgina cho'zaman, masalan, scale'dan emas. Anaqasini yo'qotib olmasligi uchun. Tak, mana men bu 160 yana sal cho'zaman. Mana bo'ldi. Hozir stol chizgan anaqa plane'im stol ustiga почти 90%, 85% to'g'ri tushdi. Endi men bunga ustiga edit poly beraman. Edit polyni borderini tanlab, chegarasini tanlaymiz, shift bilan pastga tushiraman. Gazeta bundoq. Pastiga to'g'ri kelmadi. Bunga sabab buni noto'g'ri chizilganidan emas, stol oyog'i qiyaroq ketdi. O'sha hisobiga. Faqat bu plane olib turamizda, teparoq qismini to'g'rilab qo'yamiz o'zini nimasiga. Sal siljib ketibdi. Так. Обязательно Ctrl S qilib kamera qo'yib qo'yamiz. Чтобы mabodo qaytishi. Joyda turishi uchun. Bu bir. Keyin xuddi shuni kopiya qilamiz pastga. Kopiya qilamiz. Okay. Buni poligonni tanlab teparoq chiqaramiz. Magnitni olib, sirazi yopishtirib qo'yish ham mumkin. Tepasiga. Tak, hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu nuqtalar parallel chetiga kattaroq bo'lishi kerak. Katta deganimda masalan tegini o'zini tanlash ham mumkin. Tak. Border tanlaymiz. Scale chegarasini tanlab, общий kattalashtirish mumkin. No, ko'pincha bu noto'g'ri. Sababi bu to'g'ri kvadrat emas-da. Чтобы katta qilganda hamma tomoniga bir xil katta bo'lishi uchun. Bu hozir прямоугольник. Bu degani biza tak. Buni sal teparoq ko'taramiz. Bunga kep beramiz, tegini yopamiz. Poligonini.
eshik yopildi. Endi bunga bevel beramiz. Masalan bu chiqadi, ishiramiz. Bizda shunaqa razmerda. И tegini kattalashtiramiz. Taxminan katta bo'lgandan keyin mana bunisini olib tashlaymiz. Loop convert to vertex qilamiz. Buni bilasizmi, men unaqa qilganimni. Bu mana men bu vertex bizga prosta chizib olish uchun kerak bo'ldi. Bu kerak emas, olib tashlash uchun kerak. Masalan, sразу buni vertex tanlab loop qilganimdan keyin delete qilib olib tasha olmayman buni. Poligonim o'chib ketadi. Ctrl Z qilamiz, orqaga qaytaramiz. И mana loop qilganimdan keyin buni olib tashlash uchun masalan remove bossam, segmentni olib tashlaydi. Faqat vertex qolib ketgan. Masalan, undan masalan bittadan yoki bir bittada tanlash kerak, ya'ni bundan keyin tanlash kerak, yana masalan remove qilaman. Buni ham delete qilmaymiz. Bu ham unaqa delete poligon o'chib ketadi. Alohida remove qilamiz yoki backspace bosasiz. Bunani xonani yasayotganda o'tgandek, prosta tushuncha berib ketmagandim unda. Endi orqaga qaytaramiz vertexni ham, edge'ni ham. Boshqatdan loop qilamiz. Men loop qilgandan keyin edge o'ng tomon bilan bosganimda convert to vertex qilayotganim sababi mana shu tanlangan o'zini zonasidagi nuqtalarni ham convert to vertex qilib uni ham tanlaydi sirasi. Orqaga qaytish mumkin. Masalan, edge tanlasangiz ham tanlanib turibdi, vertex tanlasangiz ham tanlanib turibdi. Masalan, boshqacha yo'li bor. Masalan, olasiz, o'ng tomon bilan vertex emas, face qilish mumkin. Yonidagi poligon tanlaydi. Tanlayman bizda edge ham tanlangan, vertex ham tanlangan. Ya'ni tanlangan narsa bu yerda xotirada saqlab turadi. O'shanga. Endi biz men qilganim loop qilamiz, convert to vertex qilamiz. Qaytadan masalan edge ga o'tamizda uni remove qilasiz. Vertex ga o'tib buni ham remove qilasiz. Tanlab o'tirilmaydi uje. Ikkimatni tanlab o'tiramiz. Bittasini tanlab, uje qolganini tanlash kerak bo'ladi. Bu ham masalan agar toza holatda ulansa masalan bir-biriga. Ko'pincha masalan burchaklarga ulangan holat bo'ladi. O'tini nima bet hozir ko'rsatib bering. Masalan burchakga katta olamizda, mana bu joydan bu yoqqa tanlaymiz. Endi men defekt deydi, olib tashlamoqchiman masalan, olaman burchakni, o'ng tomon bilan bosaman-da, convert to vertex qilaman, to'g'rimi? Ham edge'im tanlangan, ham vertexim tanlangan. Edge sirasi olib tashlash mumkin. Lekin vertex kelganda olib tasha olmaysiz sirasi. Burchakda bo'lib qolganda, burchakda vertex qolish kerak bo'lgani uchun. Buni hozir remove qilsam, уже katta defekt keladi. Значит, mabodo sirazi masalan uzun bir-biriga ketma-ket ulangan edge'ni tanlab turib loop qilasiz. Loop qilish kerak masalan. Общий tanlanadi-da, qayerdadir burchakka qarab to'xtab ketadi. O'shanda ham convert to vertex qilasiz, lekin burchakka kelgan joyini masalan mana bu ketish kerak. Bu qoladi. Buni alt bilan ustiga bosasiz. Olib tashlaydi buni. Alohida mana buni o'zini backspace bilan yoki remove bilan olib tashlaysiz, bo'ladi. O'shanda hammasi normal bo'ladi. Shunga sabab. Ketdi. Xo'sh, bizda bu stol usti berildi. Stol oyog'ini yasaymiz. Oyog'ini yasash uchun tak perspektivaga o'tamiz. Ayo, kameraga o'tib turaylik, bizda 4-kamera. Oyoqni ham razmeri taxminan qanchaligini bilib olaylik. Masalan, plane magnet yoqamizda где-то tak, bitta ровный plane chizamiz. Bunga segment qo'shamiz. Ikkitadan ham o'rta bo'lgani uchun. Magnet bilan mana o'rtasini mana burchakka qadaymiz. Общий kichkinlashtiramiz buni. Uni taxminan tepasiga ham qilsa bo'ladi.
Hozir. Tak, общий kishnashtiramiz. Tomonlari bir xil bo'lishi kerak. Masalan, bu yerda 15 ga 15 ga 15, 10 ga 10. Ichirib ketdi. 12 ga 12. Bu plane'ni to'rtdan biri olib tashlanadi. To'rtdan 3 qismi olib tashlanadi. Mana bu burchakdan bu yoqqa ketayotgan qismi qoladi. Xuddi shuni kopiya qilamiz tepaga. Buni kattaroq qilamiz. Shu mana bu to'rtdan ichkari qismdagi bir qismini o'lchaymiz. Yoniga qarab ketayotgan bor. Mana bu tomon. Gazetda mana buni uruminiga kelish kerak. Tak, 20 ga 20. Gazet 20 ga 20 lik oyog'i chiqyapti. Bu bilan buni farqi просто bu razmerda, lekin ulayotganda bunaqa bo'ladi, qarang. Buni ustiga konvertni poli beramizda perspektivaga o'tib tashlaymiz buni. Masalan, viewport orqa tomoniga backgroundni ham gradient color qilib qo'yamiz. 4dan 3 qismi olib tashlanadi. Bunda ham xuddi shunaqa konvertni poli qo'yib tashlaymiz. Endi mana bu stollikning oyog'ini, stol oyog'ini tepa qismini pastga tushiramiz. Tushdi. Tak. Mana bu magnit yoqib, mana burchagini tanlaymiz edi. Mana buni midpoint o'rtasiga qo'yib qo'yamiz. Yoni bizda primoy. Tekis. Hozir primoy tushirganimda bu yoqqa ketmay qoldi. Shu holatda mana buni ham bir-biriga attach qilamiz obyektni. Mana bu flip mana bu yuzda tomon bo'lgani bilan bu obyektga hozir bog'lana olmaydi. Masalan, Ctrl A qilamiz. Poligon tanlab Ctrl A qilsak, mana ko'rasiz, bu yerda ham yuza ko'ryapti, bu yerda ham yuzasi ko'ryapti, asosiy yuzasi. Lekin bir-biriga bog'lamaganining sababi bor. Masalan, ikkita tomonni tanlab, border bilan chegarasini bridge qilamiz. Mana qanaqasi bo'ladi? Defekt chiqadi. Nima deb o'ylaysiz? Nima bunaqa sabab bo'ladi? Nimaga hozir primoy ketmadi-da, bunaqa defekt bilan qayrilib aniq edi. Faqat parallelni olardi bridge. Bu bridge parallelni oladi, bu parallelda bu. Bu yerda ham 4 ta obyekt segment, bu yerda ham 4 ta segment. Bu parallel degani yonma-yon joylashish nazarda tutilmaydi parallel. Parallel deganda poligonlarni qarama-qarshi tomonga segmentni o'tda ham, bu yerda ham bitta sonda bo'lishi hisobga olinadi. Razmeri ikki xil bo'lgan-ku. Razmerda ham farqi yo'q. Segment u razmeriga qaramaydi. Segmentni bridge qilayotganda u faqat qarama-qarshi tomonga to'g'ri sondagi to'g'ri sondagi segmentlar bir-biriga ulansa bo'ldi. U yerda ham 4 ta, menda ham 4 ta, o'sha 4 ta borib ulanishi kerak bo'ladi. Buni qonun qoidasi shunaqa. Endi ko'p qiynamayman. Ulanmaganining sababi mana bu obyekt yuzasi teskari bo'lib qolgan. Qaraganda mana bu yuza biz tomonga qarab turibdi, lekin teskari. Nimaga? Qarang. Mana tegi tomon o'giramiz-da. Buni ham yuza deb olaylik. Ctrl A belgilaymiz. Mana bu yuza bo'ldi. Buni yuzasini yo'qolmadi. Bu uje temniy bo'lib qoldi. Bunga sabab hozir buni sizga flip qilamiz-da. Hozir данный момент qora bo'ldi masalan, temniy. Lekin bu yerdan qaraganda bu uje svetliy, bu ham svetliy. Border olamiz. Bridge qilamiz. Endi to'g'ri ulandi. Endi nima deb o'ylaysiz? Nimaga ulandi? Bittasi yuzi, bittasi tegi bo'ldi. Ya bu hammasi yuzi. U tegi ham yuzi hisoblanadi. U tegi bo'lgani bilan. Yo'q, oldi bilan orqa ulanyapti-da hozir. Poligonlarning o'zining qonun qoidasi borki, mana bu tomon yo'nalish bilan hammasi yo'nalish poligonlar. Bu farqi yo'q. U mana bu 3D aylanayotgan bilan poligon uje o'zini
o'q atrofida aylanadi har doim. Ya'ni men bu tomonga ketyapman. Bu yoqqa ham tagiga ham yuza bo'lib aylanib ketish kerak. Farqi yo'q, u qancha u tagida bo'ladimi, men poligon buni ustida bo'ladimi, ikkita obyektni orasida qolib ketadimi? Poligonni ketma-ket ulanayotgan joyi bir xil ketish kerak. Общий tanlaganda, masalan, общий tanlaganda obyektda telekom общий yuzasi oldi qismida bo'lib turishi kerak. Flip nima qildingiz o'shanda? Flip qilib, men prosta tomonini o'girib oldim. To'g'ri tomonga. Mana shu narsa muhim. Endi savol, ya'ni yana bitta narsani aytib o'taman. Tak, hozir buni kopiya qilamiz ikkinchi tomonga. Instance qilib, shu bitta obyekt o'zgarsa, qolgani ham o'zgarishi uchun. Instance qilgandan keyin buni shuni olib qo'ya olmayman, mirror qilish kerak bo'ladi. X bo'yicha magnitni olamiz deb o'zini burchagiga yopishtiramiz. Shift olamiz, ikkitasini sirasiga tanlaymiz deb instance и mirror. Bu ham Y bo'yicha, chunki boshqa yo'nalishdan ketdik. Y bo'yicha. Magnitni olamiz и burchaga tanlaymiz. Mana bu tegini olib tashlasa bo'ladi уже. Bizda hozir mana bunaqa narsa chiqdi. Tanlayman, men hali ish tugamadi. Endi nimaga oddiy obyekt uchun shunchalik ish qilindi, razmeriga moslanib, har bitta oyog'i to'g'richa bo'lsa ham o'lchovi bilan qilindi. Nimaga hozir sizga shu ko'rsatdim? Nimaga prosta tak oyog'ini perspektiva buzilmasligi uchun? Yo'q. Perspektiva buzilmasligi bu qilayotgan ish ichidagi bitta vazifa. Men umumiy sizga nimaga bunaqa usul bilan yasashni ko'rsatdim. O'zi oldin 3D bilan ko'rib yurganmiz. Ko'rib yurmagansiz. Masalan, sizga ko'rsatishi mumkin edi agar boshqa o'qituvchi agar o'rgatmasa, boshqacha o'rgatadigan bo'lsa, u prosta shu ustol yasash kerak bo'lsa, masalan, rasm olaylik. Mana turibdi. Rasmimizda obyekt shuni yasash kerak. Qanaqa yasash kerak deb savol tug'ilganda, u to'g'ri chetsada bu bir. И oyog'ini oladi, masalan. Hozirgi xuddi shu stolda, taxminan shu stolda sizga yasamoqchiman. Poli tez usulda. Slice bilan qilib segment qo'shamiz bu yerga. Ayo, birinchi buni x, y bo'yicha qiyalashtiramiz, shu ikkita tomonga bir xil ketishi uchun. 3 cm, 2 cm. Tomonga 5 cm dan ketdi. Buni ham kichrashtiramiz. Tak. Birinchi segment qo'shamiz o'rtaga. Shu mana tomon qalin bo'lib qolish kerak edi. Keyin alohida tegi qismini o'zini cm, bu yon yarmini y bo'yicha cm. Kopiya. Hali bu chala yarim stoli, mana prosta sizga общий hozir boyiga qilingan ishni o'zini bez o'lchov qilib bera olaman. Masalan, bu ham o'sha stol, bu ham o'sha stol. Lekin mana mashina o'zini как бы nima desa bo'ladi. Bu ham tugalangan hisoblanadi. Tashqaridagi bu odam ko'rsatsa, nima farqi bor deb aytadi. Men farqini men o'zim qilib ko'rganim uchun aytishim mumkin. Sizga oddiy stol o'rgatish emas maqsad. Ya'ni modelni juda ko'p yasalish kerak bo'lganda, masalan, siz keyinchalik modelchi bo'lasizmi yo'qmi bilmayman. Prosta Maxda baribir nimanidir yasash ketadi, proses ketadi. Hamma narsa ham tayyor
bo'lmaydi-da. Kerak bo'ladi shunaqa payt sizga shunaqa zadach tushib qoladi interyerda, o'shani noldan yasashingiz kerak. Nimaga qarab yasaysiz? Masalan, kimdir aniq zadacha qo'yadi. Chizma olib keladi. Chizma chizib keladi, yasashingiz kerak. Yoki internetdan bu rasm topdingiz, o'shani yasaysiz. Farqi yo'q, mebel deydimi yoki dekorativ elementmi? Maqsad bu yerda hozir bu eng oddiy obyekt, hali mebelga kelganda уже ancha sложныйлashadi. Formani bilish, formani sezish. Mana men bu obyekt to'g'richa bo'lgani uchun hozir bundan farq qilmayapti. Lekin plavniy mebel bo'lsa, masalan, unda уже bunaqa narsa yasash ketmaydi. Yoki masalan sizga klient rasm bersa, o'sha rasmdan yasayotgan bo'lsangiz, unga qarab, mebelga qarab yasash mumkin. Professionalniy уже modelchi bo'lsangiz. Lekin boshlang'ich o'rganayotganda sizda qanaqadir orientir bo'lish kerak. Nimagadir bog'langan orientir bo'lish kerak. Endi bu yerda muhim narsa bo'layotgani, sizda rasmni o'zidan sizga talab qo'yilgan aniq razmer, aniq forma asosida ishlanayotgan mebel bo'lyapti. Siz hozir qilayotgan ishimizga просто model deb olmaydi, bu yerda qilinish protsess metodi ketyapti. Ya'ni rasmni qanaqa qilib kopiya qilib chiqaramiz. Birinchi bo'lib nimani chizib oldim men sizga? Sirazi bu yerda stol chizib ketmadim. Birinchi bo'lib rasmga qarab men bu formani aniqlab oldim. Buni proportsiyasi nechiligini taxminan. Shu narsani aniqlagandan keyin уже men bu oxirgi qolgan detallarni ishlash protsessi ketdi. Men просто obyekt yasaganingiz bilan siz kerakli bo'lgan obyektning formasini chiqara olmasligingiz mumkin. O'shanga. O'shaning uchun perspektivaga o'tamizda sizda chala yarim ishlangan o'qishingizda bu Maxda eng oddiy yasash usuli. Bu просто rasmga bu nima desa bo'ladi? Box, hammasi boxdan yasalyapti-da, boxdan yig'ilib odam uy yasaydi yoki stol yasaydi yoki divan kreslo yasaydi, hammasi boxdan yasash mumkin. Lekin modeling qilish bu o'zi boshqa narsa. O'shaning uchun mana shu ishlatayotgan usulimni yaxshilab o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Tak, kameraga qaytamiz. Mana bu obyekt qilindi. Bu основа. Просто hozir как бы buni skeleti yasab chiqdikda. Buni detalizatsiya qilinadi. Ya'ni detalizatsiya deganda, masalan, F3 bo'lsam ham, obyektimizni qirrasi o'tkir juda. Men o'tgan darsda aytdimki, hayotda любой burchakli narsani ham cheti qiralangan, ya'ni qirrasi yumshoq. Общий qaraganda razmer qirrali ko'rsatgandir, lekin mikroskop bilan qarab chiqilsa ham o'sha o'tkir narsasi, cheti yedirilgan bo'ladi. Saqlangan bo'ladi. O'shaning uchun ozgina mana shu narsaning imitatsiyasini to'g'rilash kerak bo'ladi. Nima uchun? Tak, bu rasmdan bu joyi bo'lsa hozir ko'rsataman. Nimaga biz shu ishni qilishimiz kerak. Tak, yaqinroq keltiramiz. Bu yerda ko'rinmayapti. Men shuni o'zidan chiqargandan keyin tushuntiraman. Buni charxlash uchun biz aytdim, usuli bor, masalan, sirazi boksli bo'lgan narsalarni edge'ni tanlab turib, o'rtada channel segment bo'lmasligi kerak. Hammasini tanlab turib, bo'lsa, uni masalan bittadan tanlab chiqish kerak bo'ladi o'sha burchakli joylarni. Mana yo'lda masalan segment o'tishi mumkin. Ular tanlanmaydi. Ya'ni imенно burchaga ketayotgan segmentni tanlanishi kerak. Bittada yoki alohida tanlash kerak bo'ladi. Qarang, men bitta segment to'g'richa qilmadim. O'z aslida bu yerda men ustida ham bor ekan narsa. Men tegidiga yonini ichiga kiryapti. Bu yerda oyoq bor, oyoq bilan o'tgan yonidagi planka tushyapti. Plus ustidagi mana obyekt. Hozir shuni uni ham to'g'rilab ketamiz. Danli moment. Hozir общий tanlayman. Gradient color qilib qo'yamiz. Yoniga biz chamfer beramiz. 1 sm. Bu yerda 5 ta segment qilib beramiz. Tichkan bosamiz. F3 bosamiz.
ozgina ko'payib ketdi. Boshqatdan edge tanlaymiz. Chamfer 0.5 beramiz. Bu sonlarni ham sharoitga qarab beraman, formani o'ziga qarab beraman. Ya'ni постоянный shunaqa son berish kerak degani emas bu. Даже bu 0.5 emas, 0.2 bo'lishi ham mumkin, 0.05 bo'lishi ham mumkin. Просто men bunga sar uzr. Sar qirilangan, ya'ni chaqlangan effekt bermoqchiman. 5 normalniy. Bo'ldi, menda obyektim cheti formasi yozyapti. Nimaga chetni chaqlayapmiz? Birinchidan realizm bo'lishi uchun, ya'ni hayotda chaqlangan anaqa nima o'tkir narsa bo'lmagani uchun. Ikkinchisi, bu effekt bizga yorug'lik berganda chiroyli narsa beradi. Yoniga bilik qo'shadi. O'tkir narsada instance bo'ladi. Tak, buni deb ko'rgan tashimizda boshqatdan ham cho'zaman. Yonma-yon solishtiramiz. Lubochasiga yoni chaqlangan bilan mana obyektni o'sha farqi bor. Xonada render qilingan paytda mana bu tomon burchagida hech qanaqa yorug'lik anaqa ko'rinmaydi. Faqat mana bu yuza tomondan kelayotgan nur o'ynaydi, bu yerdan nur o'ynaydi. Mana bu effektda chaqlanganda biz obyektimizda qanaqadir qalinlik, borlik seziladi, massa seziladi. Quyosh tushayotganda bu yerda bizda chiroyli bilik hosil bo'ladi. Model xuddi roskasiga o'xshab turadi. Ammo bu narsa o'sha multfilmdagi bildirayotgan narsa. O'sha buni bu вообще ko'rsatib bermaydi abyomni. U faqat mana bunaqa qalinlikni ko'rsatib beradi. В принципе chiqadi, renderda ko'rasiz, masalan, mana bu narsa bo'ladi. Mana shu stolingizni qilib beradi. Lekin shunaqa narsalarki, masalan, mana bu joy rasmda yumshoqroq. Ana narsa bu narsani как бы tekis qilib qo'yadi. Bu yerda ham bo'lishi kerak. Masalan, mana bu tom televizor olaylik. Televizor cheti anaqa chaqlangan. Agar bu yoq tekis bo'lganda, mana bu tonki palasali bunaqasi liniyasi ko'rinmasdi. Tekis obyomi yo'q bo'lgan, qanaqadir burchakli televizor bo'lardi. Bu narsani massasi borligini ham sezmasdi. Xuddi shu narsa deyarli hamma modellarga tegishli. Lekin bu narsa hamma modellarni shunaqa qilib chiqishimiz kerak degani emas. Asosiy modellar, masalan, karniz yetuvdim shart emasdi. Обналичкаlar ham shart emas, lekin men ishlataman обналичкаlarga. U ko'proq effekt beradi. Karniz tepada qolib ketsa, yuzi tomonda обналичкаlarni effekti ko'proq ko'rinadi. U ham shart emas, u har doim qilib bo'lmaydi. Masalan, eshiklar uchun eshiklarni obналичкаlarni qilishingiz kerak, lekin bo'lgan televizor atrofiga aylanayotganlarni o'tgan darsda qilganim bilan uni shart emas qilish. Faqat eshikni obналичкasiga ishlatish masalan normal. Endi bu ham anaqa nima desa bo'ladi. Vaqt bemalol bo'lsa, qanaqadir o'zingiz uchun bu ish qilayotgan bo'lsangiz, realistik ish qilgan yaxshi, chunki necha mingta dizaynerlar bor. 1000-2000 dollarga qiladigan zakazlarni o'zi uchun tekinga qiladi. Masalan, zakaz boshlaydi, bitta interesniy ideya olib, masalan, ishdan bo'sh vaqtida bu gazeta 4-5 oy davomida bu ishlarni qilib, bu odamlarga o'zini opitini ko'rsatadi. Mustaqil ishda qanchalik zo'r bo'lishini ko'rsatish maqsadida. Interyerda уже vaqt chegaralangan bo'lgani uchun bunaqa ishla olmaysiz endi. Tak, buni endi buni qalinligini tak frontga o'tamiz. Mana buni tepaga ko'taramiz. Bu bir. Keyin buni ikkita tomonga 1 sm dan chiqaramiz har bitta tomonini. Tak, Y bo'yicha.
santimetr bersa-chi. Yaxshi. Bu yoqqa -2. -2. Men buni tepa qismini frontga o'tib pastga tushirish kerak bo'ladi. Faqat prosta pastga tushirmaymiz. Hozir men bu tomonni o'zgarib ketadi. To'g'ri ketgan tomoni. O'shaning uchun edit geometriga kirib edge bosamiz, чтобы nuqtalar men bu liniya bo'yicha yurishi uchun. Edge degani edge bo'yicha yurdi deganida. Edge bizda mana bu qirrasi uni chelari. Endi men bu stolda men defekt sezaman. Defekt nimada? Tak, qayerda? Front. Mana men tomon defekt bo'lib qoldi. Bittada chamfer berganda. Bunaqa bo'lish kerak emas edi. Tanlaymiz. Perspektivaga o'tib, tak. Mana men tomon bizda ketmay qoldi. Bunga sabab men bilmayman, aniq nimada. Bittada bo'lish kerak edi. Masalan, hozir boshqa bitta boks chizaman. Smooth qilish kerakmi? Smooth. Yo'q, smooth boshqa narsa. Smooth rol o'ynamaydi. Olamiz. Chamfer qilamiz, boyagindagi narsa. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Bitishga. Frontga o'tamiz. Bu yerda dumaloq. Bu yerda ham dumaloq. Leftga o'tamiz. Dumaloq. Bu yerda ham dumaloq. Mayda bo'lgani uchun o'qiyapman. Mayda bo'lgani uchun. Yo'q, mayda bo'lgani uchun emas. Bu yerda boshida edit polydan oldin plane'da men nimalar chiqardim-ku. O'sha paytda pastini kap bilan yopganimda bu ixnada defekt ketgan. O'shaning uchun. Endi boshqatdan qilib o'tirmaymiz, buni o'zini to'g'rilaymiz. Masalan, tepa qism bizda to'g'ri. Past defekt bo'layotgani imенно o'sha qanaqadir kap qilib nimadir xato ketgan. To'g'rilash yo'li mana bunga kiramiz. 3-qator iyerarxiya degan joyga effect pivot only ni bosamiz. Mana men bu o'q, bizda o'q, har bitta obyektda o'zining o'qi bor. O'rtasiga tushirishimiz kerak bo'ladi, center to object qilamiz. Bo'ldi. Qaytadan men bu create qismiga kiramiz. Xotirasida qoladi. Bunga biz perspektivaga o'tib modifikatordan modify list tanlab pasoraga tushib symmetry degan funksiya beramiz. Bu z bo'yicha to'g'rilab qo'yamiz, чтобы qarama-qarshi tomonni zerkaliz qilib bir-biriga qo'shib oladi. Symmetry degani ikkita tomon bir xil deganida. Flip qilsa defektni joyi bizda nima bo'lyapti? Ya'ni teskari o'girib beryapti. O'chirib qo'ysam, pastda tepani bo'ladi. Mana направление har xil, yo bu yoq tomon y bo'yicha yoki x bo'yicha yursin berasiz yoki z bo'yicha. Qolgani mana bunda turaveradi. Yana bitta muhim bo'lgan joyi bu funksiyani yaratganda threshold degan joyi bor. Hozir 0,1 turibdi. Men bilan orasi 0,1 dan kattaroq bo'lgani uchun birlashib ketmagan. Agar shuni 0,1 emas kattaroq qilsam, bir-biriga qo'shilib ketadi. Ana narsa, weld bu ham weld-da bu. Mana shu qo'shilayotgan joyini sizga как-то nuqtalarning orasini belgilaydi-da. O'shaning uchun bir xillarda juda ham mayda bo'lgan holatda 0,1 emas, 0,01 qo'yish kerak bo'lib qoladi. Mana bir xillarda 0,001 qo'yish kerak bo'lib qoladi-da. Sharoitga qarab. Bo'ldi, bizda defekt yo'qoldi. Keyingisi mana oyog'ini chetlarini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda endi aniq aytgan narsam. Edit polyning ustidan edit poly beramiz, чтобы orqaga qaytish uchun. Hozir men bunda edit polyning ustidan bermadim, zapas orqaga qayta olmadim. Bunda уже zapas berib qo'yaman, на всякий случай. Edge'dan tanlaymiz, Ctrl A qilamiz. Ctrl A qilamiz. Mana men bu chegara tomon bor edi. Aytdim sizga, men bu общий qirrali tomon bo'layotganda, men qirrali bo'lmaganini olib tashlaymiz dedim. Altni bosib buni spiskadan olib chiqib qo'yamiz. Общий bunga ham chamfer beramiz. 0,5 bunga ham.
5. И просто burchaklarni tekshiramiz, nima bo'lyapti. Dumaloq. Mana bu tomon o'tkir bo'lib qovurmaydi. Buni ham olamiz-da, buni alohida tanlaymiz. Aslida bu bunaqa yoyilib ketishi kerak. Yumshoq bo'lib. Bunga ham chamfer beramiz. Faqat mana buni yoyib yuboramiz. Где-то 5 cm. Само собой bu segment soni ko'proq bo'lishi kerak bo'ladi. Masalan 10 ta. Kichika. Salovat ketadi o'shanda qismasidan. Silvat ketadi. Ko'rasiz, yumshoqlayverdi. Даже masalan sal yumshab ketibdi. Chamfer olamiz. Hozir chamfer mana xotirasi ushlab turibdi. Bemalol sal cho'zsak bo'ladi. Uch beraman. 10. Bo'ldi. Bu ham detalli, bu ham detalli bo'ldi. Endi mana shu obyektni mana tomon olamiz-da, yoniga kopiya qilamiz. Aylantiramiz 90 gradus. Simmetriyani ustidan edit bo'lib beramiz. Mana buni tushirishimiz kerak bo'ladi. Bu yon plankasini qo'yaman hozir. Vizitning yonidan qaraganda mana shu sal beyoradan tursa bo'ladi. Dagon tegini to'g'rilaymiz mana bu tegiga. Mana burchakni qo'yayotganda mana orientir olib olaylik birinchi. Masalan, shu nuqtalarni berayotganda hozir razmer bo'yicha mana 2-3 surmaymiz-da bu yerda. Taxminan rovniy qo'yishimiz kerak. Masalan, hozirdan nima men mana bu burchak mana buni uchiga to'g'ri kelyapti. Tepasini ko'taramiz tepaga. Kameraga o'tamiz. Taxminan bizda nima bo'lyapti? Sal nito joyga ketib qoldi. Bu yoqqa surib bu yerdan ko'raman. Nima bo'layotganini. Buncha front leftga o'tildi. Bu ham xuddi shunaqa mana bu burchakni bu yoqqa keltiramiz. Kameraga o'tamiz. Custom image file. Asini где-то mana bunda. Normalniy. O'chiramiz. Perspektiva. Endi tepa qismiga o'tamiz. Topga. Tak. Bu narsa obyekt, mana obyektni oyog'ini ichiga kirib turishi kerak. Chunki qiya ketyapti. Men burchakga to'g'rilaydigan bo'lsam, mana bu joy ochib qoladi. O'sha ichkariroqga kiraveradi. Bu yerda ham ichkariroqga kiraveradi. Kopiya qilamiz o'zini. Instance shart emas bu yerda hozir buniki. Bir-biriga attach qilib olamiz baribir. Yo'q, yur. Instance qilamiz. Chunki biz bunga hali material bergan paytimizda kerak bo'ladi. Instance. Bu qattiq turibdi. Mana buni yoniga taqalyapti. Tepadan ham bemalol to'g'rilasa bo'lar ekan. Obyektlarni orientiri qayerdan olayotganingizni eslab qoling ishlayotganda. Sizlar mana bu tomonga to'g'ri keldi. Bu qarama-qarshi tomon bu yoqqa to'g'ri keldi. Olamiz. Ikkalovini tanlab kopiya qilamiz ikkinchi tomonga. Hozir aylantirayotganda bir xil sonda aylanmayapti. 90, 45, 54 mana bu ko'rasiz ko'p sonli bo'lib rovniy aylanmayapti. Mana bu 90 qilganimda rovniy 90 bo'lmayapti-da, 17 bo'lib qoldi. Bu narsa cancel qilamiz. Noto'g'ri bunaqa aylantirish bo'lmaydi.
Mana buni yoqib qo'yish kerak. Angel Snap to Job. Shift bosib kopiya qilamiz, aylantirib kopiya qilamiz. Shunda yaxlit tushiradi. Instance qilamiz, kopiya qilamiz, chunki bu uzunroq bo'ladi. Tak, buni ikkalani tanlab bitta tomonini to'g'rilab olamiz. Что, mana chetiga taqash uchun. Buni ham olamiz. Chetiga taqib qo'yamiz. Ozgina suramiz pastga. Shuni o'zini bu tomonini bu yoqqa tortib qo'yamiz. Yana ham aniqlik bo'lishi uchun, adak shart emas, уже stol tayyor bo'ldi. Mana bu ikkita obyektni olib o'rtadagi ustun bo'yicha men bilasiz, Elegen nimaligini. Bitta obyektni ikkinchi obyekt bo'yicha sentrovka qiladi. Korelda boshqa qilamiz, bitta obyektni ikkinchi obyektga sentrovka qiladigani bor. Maxda mana shu funksiya bo'ladi. Birinchi sentrovka qilinadigan obyekt tanlanadi, keyin sentrovkaga to'g'rilanadigan obyekt tanlanadi. Ya'ni mana bu narsa. Hozir Y bo'yicha ko'rsatmayman. Men bilan обязательно bir xillarda pivot bo'lib turadi. Center qilish kerak. Y bo'yicha surildi. Endi men bu yonligini tanlaymiz-da. Elegen olamiz. Y ni o'chirib qo'yamiz-da, X bo'yicha qilamiz. O'shanda obyekt hamma tomondan to'g'ri bo'ladi. Mabodo mana bunaqa to'rttali bo'lgan figuralar bu obyektga to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, bularni ham masalan общий gruppaga olish kerak bo'ladi. Keyin stol ustini tanlab, bu tanli moment stol usti. Bir xillarda boshqa narsaga masalan X, Y bo'yicha общий to'g'rilasangiz bo'ladi. O zaman bittasiga beriluvchi, to'rttasiga o'qib turamiz. Nimani? Oyog'i. Mana buni aytasizmi? Instance qilganman. Bo'ldi. Nimaga kerak? Mana shu bitta joyi o'zgartirganni qolganiga ta'sir ko'rsatish uchun obyektni instance qilish kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, bittasini yasadingizda, qolganiga kopiya qilib chiqdingiz, kerak bo'lgan joylar hammasiga qo'yib chiqdingizda, bitta narsa esingizdan chiqdi, instance qilmagansiz. Bittasini o'zgartirasiz, qolgani o'zgarmaydi. Yana bittasini обязательно yana o'zgartirib boshqadan yana qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Siz qilmasdan antidan kopiya qilsa ham bo'ladi, lekin uni. Men oyoqligini nariyoqdan kopiya qildingiz. Hozir aytaman. Ungroup kopiya qilamiz, kopiya qilib. Buni olib ichidan demoqchimisiz? Ichidanmi? Ichidan emas, anaqasini. Mana bergan chenforimizdan. Boshqa umuman menga o'xshagan, uni chenfor qilinmagan, endi o'tkazsa bo'ladimi? Yo'q. Nimalarga o'tkazasiz? Siz Korelga Ctrl R bormi? Keyingisiga ham xuddi o'sha ish qo'ydi. Siz bittasiga berilgan funksiyani qolganiga ham bersa bo'ladimi deganlar? Yo'q, Maxda unaqa emas. Sizga qayerda aytdim? Sweep etasiz, to'g'rimi? Masalan, sweepda bitta liniya kopiyasini qilib boshqa liniyaga berdim. Unaqa bo'lmaydi. U liniyada bu yerda modifikatorda общий modifikatorlar bor. Masalan, общий modifikator deganda, masalan, olaylik, mana sizda choynak. Bu choynakga beramiz masalan spiskadan taper deganini. Taper bizda anaqa cho'zish nimasi bor. Har xil yo'nalish bo'yicha qiya qilinadi masalan. Endi tak kerakcha cho'zdik deylik. Xuddi shuni o'ng tomon bilan bosib, masalan o'ng tomon bilan bosamiz, kopiya qilamiz. Bunga berib qo'ysam bo'ladi. Past. Bunga beriladi. Lekin buni edit polligini kopiya qilib bunga past qilib qo'ya olmayman masalan. Sababi buni segmentlarning soni bilan buni segmentlar soni to'g'ri bo'lmaganiga mana bu edge'lari o'zgarib ketadi. Chunki bu yerdagi masalan 5-raqamli edge bilan bu yerdagi 5-raqamli edge joylashgan joyi har xil. Masalan bunda deylik 100 ta edge bo'lsa, bunda 1000 ta edge. Bana bridge qonun qoidasiga to'g'ri ham kelmaydi-da. Tushunasizmi? O'shaning uchun edit poly, edit mesh, edit patch degan poligonlarni
o'zi bilan boshqariladigan nuqtalari bilan nima deydi, boshqariladigan funksiyalarni boshqa obyektga просто так kopiya qila olmaysiz. Общий modifikator qilishingiz mumkin. Bend, taper, sweep, slice. Masalan, sweep faqat liniyaga tegishli, ham poligonlarga berib bo'lmaydi sweep. Masalan, poligon tanlaganingizda bu spiskada nima chiqsa, o'shalarni berishingiz mumkin. Tushunarli? Mana bizda hozir stol tayyor bo'ldi. Общий gruppaga olamiz. Buni hammasini gruppa. Endi nima qilamiz? Mana bu joyga to'g'rilaymiz. Obyekt yasaldi endi. Olamiz. Общий surib. Hozir bu granatniy stol. Hozir kamera 2 ga qaytamiz. И butga biz mana bu xonani berib qo'yamiz. Pustoy joyga tashlaymiz. Okey. Mana stol bizda. Общий kichkinlashtiramiz. Taxminan kamera joylashgan tomonga to'g'rilab qo'yish kerak. Taxminan hozir mana yo'roq bo'ldi. Sal suramiz. Endi butga kamerada-ku to'g'ri ko'rinyapti, lekin men bu narsa polga tushdimi yo'qmi bilmaymiz. O'shaning uchun nima qilamiz? Taxminan men bu ob'yemi olingandan keyin frontga o'tamiz-da. Mana tegini polga to'g'rilaymiz. Tegi qismini. Chetdan Z0 qilib qo'ysa ham bo'ladimi? Yo'q, 0 qila olmaysiz. Chunki buni obyektni o'qi bu yoqda turibdi. Данный moment 20 sm balandlikda turibdi. Buni 0 qilsam, bu 0 bo'ladi-yu, lekin anaqa tushmaydi, nima deydi? Bizani 0 bo'yiga tushmaydi. Bizda faqat ruchnoy Z bo'yicha yoki shu boshqa yo'nalish bo'yicha to'g'rilashimiz mumkin. Endi kamera 2 ga qaytamiz. Mana bizda realniy joylashgan joyi chiqdi. Hajmi bir xil, lekin mana bu joyi to'g'ri kelmayapti. Lekin mana bu nolvoy уровень rasmdagi stol bilan bir xil lekin. Nima qilamiz? Buni suramiz просто oldinroqga. Yo'q. Sana hozir yaqinroq keltirildi. Tegi mana bu oldi qismi to'g'rilasak, уже stolni balandligida turganligini bildiradi. Lekin bu yerda bizda nima deydi? Общий hajmi уже rasmga tushmayapti. Rasmdagi kichkinaroq turibdi, modelimiz ozgina kattaroq. Modelni yana kichkinlashtiramiz. Общий. Sal bu yoqqa keltiramiz. И так frontga o'tamiz. Boshqa yerdan tushiramiz. Chunki общий kichkinlashtirganda hamma tomondan boshlab kichikirayadi. Kamera 2. Mana stolimiz почти bir xil. Balandligi ozgina nima qilyapti? Nimasi bo'ladi? Sal balandlik qilyapti. Sal общий ezib qo'yish mumkin. Bo'ldi. Front. Bunaqa 100% bilan ishlash shart emas, bunaqa ishladi. Shu tugatamiz. Endi rasmni общий olganda, xonani общий hajmi olganmiz, stol ham mana bu bir xil joylari точно kelmayapti. Bu endi millimetroviy narsa, bu уже важный emas. Главныйsi biz общий proporsiyani topib, detalniy stol yasadik. Xuddi shunaqa qilib, mana qolgan mebellarga ham tegishli. Biz shunaqa usulda yasab chiqiladi. Tak, shu yerda hozir shu qismni tugatamiz. Stolimiz paka tayyor. Общий rangini masalan. Necha bo'ldi o'sha stolimiz? Stolimiz bizda 90 ga 1 metr gazeta bo'ldi. Balandligi 35-40 santimetrlik. 35lik bo'ldi-da. Tak. Bu dars tugadi bu yerda.